Sharapat, voy chekkagan birpasda ertalab bo'pti-ya. Nega erkak bo'lib tug'ilmagan ekanman? Mana yotibdi mazza qilib, bolalarim uyg'onib ketmasin sekin chiqib ketaman. Ayol kishini boshiga tushgan ekanda endi partularni taqib olib ishga kirishiylu. Kecha bozor qilib keluvdi. Hamma narsalar joylamay charchab uxlab qolma. Hozir joylab olamiz. Mash xolodilnikka qo'yadigan idishlarni zap olganman der. Hidi chiqmay asal bo'lib turadi. Tuxum qo'yadiganim ham maqtaniyman. Bu bo'lsa xolodilnikni hidini chiqarmaydi zo'ra. Erakam o'zi kechqurun svejiy salatlar yeyman deganlar. Dezinfeksiya qilib berish burib bo'lib qolmasdilar. Hani shiringina bola joylarimga omlet qilibman aerogrilda. Yana porliga ochib qoladi. Mamyoda uni ham tayyorlayapman. Ko'ryapsizlarmi? Manda shunaqa ikki xil aerogril bor sizlarda-yu. Alam oxirgi kuni qolganda yashagan deyishganida mana hozir endi parda, jo'xori, tuxum va pirog pishiraman. Chunki biz diyetadamiz oilaviy. Sog'lom turmush tarzini olib boryapmiz-da. Nohotli bulyonni ham qilib qo'ydim mana hozir qaynab bir shiringina bo'ladi. Voy ovqatingiz pishdi deb xabar keldi. Bay bu ne go'zallik. Kancha sizlarga aytmaman, mash hamma narsalarimni Xitoyda arzimagan pulga zakaz qilganman. Yerjonim har gal tug'ilgan kuningga nima beradi sizlar? Men pulini bering deyman. Pulini olgandan keyin mana shunaqa foydali narsalarga zakaz qilaman. O'zimga hech ham ajratmas ekanman. Kelin ayol va ona bo'lgandan keyin shu ekanda endi qo'llarimni dezinfeksiya qilib, uydagilarni ham turg'izib, ana zo'ntigini ham yopib qo'ydim. Trila bo'ldi deyin uxlayveradim. G'aflat botsa, voy ovqat pishdimi qizlar joyli trila azallar. Hazata tishimizdan yuvaliylar. Asalarim shu ish qilinglar. Ungacha men o'zim o'zimni boshlayman mana. Ko'rkam yigit bo'lisham bir qiyin-da. Bay. Hozir titbalaman. Olinglar asalarim. Tez yeb, tez tezroq bog'chalarga sursanglar. Mana bir dam olamadim odamga o'xshab. Voy xudoga shukr jo'natib bordim. Endi tez yig'ishtirib olib, divanda alchayib yotsam man bo'la tez qilib ishlarimiz. Qarindoshlar sizlar ham mandagi Xitoydan narsalarni arzonga zakaz qilish xohlami deylar. Men sizlar uchun 2 kunlik bepul darslik tashkil qilganman. Shu darslikni o'tkazib yubormaslik uchun profilim shapkasidagi link orqali Telegram kanalimga o'tib olinglar. Xayr.